men ertalabdan kechgacha bolalarga qarab, sizlarning aytganingizni qilgan. Men eshak emasmanmi? Men ham eshakman unda. Menda armoq yo'qmi? E'tibor qilmaymanmi men? Eshak bo'lganim yetmaganday, o'zimga ham vaqtim yo'q. Yana senga vitamin bera olmayotgan ekanman, ha? Ko'rinishim yoqmaydi, figuram yoqmaydi, ustimdan ovqat sasiydi. Men senga turmushga chiqishimdan oldin bunday emasdim. Meni bu ahvolga solgan sensan. Sen, tushundingmi? Sen aqling joydami? Meni nima aybim bor? Men nima qildim? O'zingga bir qara. Na bo'yanishni, na yasantusan qilishni bilasan. Men uyga kirganda ko'zi olarib turgan taftayni emas, chiroyli ayolni ko'rgim keladi.